Bilasizmi, bugun tasodifan Wayne Rooneyning Instagram sahifasini ko'rib qoldim va bolaligim yodimga tushdi. Uning sahifasiga uzun qilib xotiralarimni yozdim. Marhamat, o'qib beraman. Salom Rooney. Qaysi klubi emas, qaysi davr degin? Eski va zamonaviy futbol oralig'ida ma'lum bir davr bo'lgan. O'sha davrni qarshisiga kelib nigohingni qadaganingda tushunib olardim seni. Hech qanaqa tarjimon kerak emasdi. 16 yoshingda La Ligasida hat-trick qilganingda ham umuman butun faoliyatingni bitta o'yinga, bitta golingga almashaman. Bilasanmi qaysi u? 2011-yil 28-may Chempionlar Ligasi finali qarshingda Barselona. Pepning Barselonasi. Butun boshli Barselonaga bitta o'zing qo'rquv solarding. Hatto Gvardiola his qilardi bu qo'rquvni. To'g'ri, o'sha kuni mag'lub bo'lding. Urgan goling ham kifoya qilmadi. Shu kuni men bir haqiqatni tushunib yetganman. Futbolda faqat g'alaba qozonganlar emas, ba'zida mag'lub bo'lganlar ko'proq yutarkan. Tabassum bilan mag'lubiyatni qarshi olishingni, mag'rurona turishingni kuzatganman. United'dagi 13 yillik faoliyating davrida 253 ta gol urib klub tarixidagi eng yaxshi to'prar bo'lding. 2017-yil klub bilan xayrlashar ekansan, muxlislar ham qarshingda mag'rur turardi. Chunki sen ularni bunga o'rgatding. Futbolga ko'p narsalar berding.